Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa navbatdagi ishimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Ko'rib turganlaringizdek, ana usta akamiz xudo xolasa tanlovlarni qatirish uchun krashtenlarni qo'yapti. Old tarafga 2 metr chiqqan shapkasi bilan mana bu tomoni xudo xolasa o'xshi 680 joyga qilingan. Mana bu tomonlari mana kottejda davom etishi. Kimda mana shunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Undan tashqari katta, kichkina obyektlar bo'ladigan bo'lsa ham qilinaveradi. Mini stadionmi, misol katta to'yxonalar tom bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishimiz xudo xolasa konteyner materialdan bo'ladi. Klient xohishiga qarab kelishaveradi. Xoh bozor profili, xoh konteyner material ketilaveradi akalar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.